Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda hayotining dastlabki kunlarida tana vazni 5-10% miqdorda kamayishi bu normal jarayon hisoblanadi. O'z vaqtida va muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda ham bu albatta kuzatiladi. Bu jarayon onajonlarimizni aslo tashvishga solishi kerak emas. Bunga asosiy sabab bolajonimiz ona qornida, ya'ni bachadonda suv muhitida yashaydi. Tug'ilgandan keyin esa quruqlik muhitiga moslashish hisobiga tanadagi ortiqcha suvlar chiqib ketadi. Yana axlat va siydik chiqarish orqali ham vazn kamayishi kuzatiladi. Bundan tashqari bolajonimiz bachadonda istalgancha miqdorda suvni yutadi. Tug'ilgandan keyin esa suyuqlikni asosan ona suti va qo'shimcha ozuqa hisobiga qabul qiladi. Bu haqida ma'lumotga ega bo'lmagan onajonlarimiz uchun bu albatta qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Menda ham shu holat kuzatilgan. Kerakli ma'lumotlarni olganimdan keyin to'g'ri xulosa chiqarganman va moslashganman bunga. Qizalog'im dunyoga kelganda 1 kilo 940 gram vaznga ega bo'lgan, og'irligi esa 40 santimetrni tashkil etgan. 5 kundan keyin, ya'ni o'sha bolalar shifoxonasiga o'tkazilganimizdan keyin esa o'lchanganda vazni 1 kilo 660 grammni tashkil etgan. Bu albatta meni xavotirga solgan. Shifoxonadagi barcha chaqaloqlarni onalaridan so'rab chiqqanman. Sizni bolangiz necha kilogramm tug'ilgan, hozir necha kilogramm vazn tashladi deb. Va barcha chaqaloqlarda bu holatni kuzatganimdan keyin o'zim ancha sokinlashganman. Xo'sh, aziz onajonlar, sizni bolajoningiz tug'ilganda vazni qancha bo'lgan? Keyinchalik o'lchaganingizda o'sha vazn yo'qotganda necha gramm miqdorda vazn yo'qotilishi kuzatilgan? Video foydali bo'lgan bo'lsa, kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.